Eng oson usulda zavarnoy pirojniy tayyorlaymiz. 100 gram margarin va 1 stakan suvni idishga solib, gaz ustiga qo'yib, bir xil massa bo'lguncha qaynatamiz. Margarin o'rniga saryog', suv o'rniga sut solsangiz ham bo'ladi. Massaga 1 stakan unni solib, 40 sekund yaxshilab aralashtirib turamiz. Mana shunday pyure holatiga keladi. Xamir ozgina sovigach, 4 ta tuxumni bir donadan chaqib solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu retseptni sizga eng arzon va eng oson usulini ko'rsatib o'tdim. Tayyor xamir shu holatda bo'ladi. Va shunaqa qopchaga solib, dumaloq shaklda chiqarib olamiz. Oldindan qizigan gaz pechida 180 gradus haroratda 40 minutda pishirib olamiz. Krem uchun 200 gram 45% qaymoq bilan 100 gram quyultirilgan sutni aralashtirib, mikser yordamida ko'pirtiramiz. Tayyor krem shu holatda bo'ladi. Nazatkali qopcha yordamida pirojniylarning orqa tomonidan krem bilan to'ldiramiz. Shu berilgan porsiyadan menda 25 dona pirojniylar tayyor bo'ldi. Orada pirojniydan oq qushchalar yasab oldim. Bezagi uchun shokoladdan glazur tayyorlaymiz. Pirojniylarimizni yasatib dasturxonga tortamiz. Tayyorlab ko'ring va bizga obuna bo'ling. Bu videoni kimga jo'natishni yaxshi bilasiz.